Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Parasatingga sani. Oldin artmaysanmi? Xo'p, hozir. Bo'ladimi? Nima ovqatlar bor o'zi? Bizlarda baliq, shashlik, osh va hamma suyuq ovqatlarimiz bor. Nima buyurib turasiz? Bundoq o'ylab qarasam, shundoq jonon qizni xafa qilib qo'ydim. Agar xohlasangiz, mehmonim bo'ling. Jonim. Bu nima deganingiz? Og'zingizga qarab gapiring. Ofitsiant degani har kim bilan yurib gaplashib ketadi degani emas. Ukam! Ayol kishi bilan gaplashayotganingizda ozgina hurmat bilan gaplashing. Siz kim bo'lasiz? Men ham sizga o'xshagan klientman. Gaplaringizni eshitib turibman. Sizni ham opingiz, siyingiz bordir. Sal muomalangizni to'g'rilab oling. Har bitta qilayotgan ishingizni qaytishi bor. Shuni esingizdan chiqarmang. Yaxshi o'tirdingizmi aka? Rahmat, boya yonib olganingiz uchun. Yaxshi chiqsa-ya. Qanaqa en nomeringizni berasizmi?